Baxtni nishon orzu uchun mangan yo'lida ajr topar ter to'kkan inson taqdir har kimning o'z qo'lida davrimizning to'r cho'lponlari yurakda bor o't armonlari davrimizning to'r cho'lponlari shal erkak qiz o'g'lonlari visolda bor bu sahnimizda yurakdagi o't armonlari visolda bor bu sahnimizda yurakdagi o't armonlari sahniga kutar sizni talay va fursat omadlar yor bu yerda sizga qalba uchun kerak jur'at davrimizning to'r cho'lponlari yurakda bor o't armonlari davrimizning to'r cho'lponlari shal erkak qiz o'g'lonlari visolda bor bu sahnimizda yurakdagi o't armonlari visolda bor bu sahnimizda yurakdagi o't armonlari ekran oldidagi biz yaxshi ko'radigan shundaqla bizni yaxshi ko'radigan barcha ko'rmanlar to'rdoshlar qarindoshlar sahnimizdagi bizning suyimli ustozlarimiz el qalbidan o'rin olgan cho'lponlarimiz marka tavsiya qiluvchilar shundaqla programmamizga jiroq yaqindan kelgan barcha mahirlarimiz to'r cho'lponlarimiz darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmamizning yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman men uzundan beri sizlar uchun xizmat qilishni o'zimning baxtli tali deb bilib kelayotgan shundaqla darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmasining riyosatchisi Gulshan Mamattursun hammanglarga salom. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, to'rdoshlar, unda bo'lsa endi men darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmamizdagi biz hammaylar hurmatlaydigan yetakchi ustozlarni tunishtirib o'taman. Diqqatinglar mening tunishtirishimda bo'lsin. Ya'ni Xinjiang To'yliq xalqaro savdo shirkatining lideri Ubul Hasan Ubul Qasim afandim qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Paris 3-cho'ng maktabning korxon boshqarish kasbini bitirgan 5 xil tilga pishiq shundaqla Miran darajadan tashqari til o'rganish usuli nomli kitobning avtori negizlovga ilmining barchasi Nurmamat Ma'lum qarshi olamiz. Nurmamat xush kelibsiz. Xinjiang Nobel korxon boshqarish shirkatining qurg'uvchisi, korxon maslahatchilik yetakchisi Xadija Ma'lum. Xadija xush kelibsiz. Munavvar ayol korxonchi Bahar shirkatining qurg'uvchisi, Fancy markasining barliq keltirguvchisi, Najman kishilik kollektivining yo'l boshlamchisi Munavvar xonim. Munavvar qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Yana sizlarni jafo qo'ydigan bo'ldik. Bugun o'zinglarning bildigan barcha bilimlaringlarni, tajribalaringlarni o'rgangan barcha o'zinglarda bor bo'lgan boyliqlarning hammini bizning mahirlarimizga, to'r cho'lponlarimizga yetkazib berishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Hamda bizning shu darajadan tashqari to'r cho'lponlari programmamiz suratga olinib ko'rsatilgandan keyin bu ustozlarimizni barcha ko'rmanlarimiz intayin yaxshi ko'rdi. Shundaqla bizga bir ustoz bo'lsa degandek taklif fikrlarni qoldirdik. Programmamiz qatnashsanglar, sizlarning ustozinglar bo'ldi. Shunlashqa hammanglarning qizg'inlik bilan programmamiz qatnashinglarni umid qilamiz. Endi biz intayin yaxshi ko'radigan, faxrlanadigan, hurmatlaydigan el qalbidan haqiqiy o'rin olgan suyimli cho'lponlarimizni tunishtirib o'taman. Mening suyimli odam shundaqla Xinjiang radio televiziya stansiyasining dаңлық rejissori el suygan cho'lponimiz Xasiyat Qurbon qarshi olmizada.
japa qo'ydigan bo'ldik Suyumlikada. Bu kelishgan yigit bo'lsa, eng olqishliq naqshchi, muzika akkordlashtiruvchi, shundaqla ijodiyatchi, ko'zga ko'ringanda yana unutib qolsa bo'lmaydi, ko'z ko'ringan ijodiyatchi hamda muhabbat ko'ychisi Keramjon qarshi olamiz. Keramjon, rahmat. Mayli biz har bir to'r cho'lpinimizga kasbiy jihatdan bo'lsin, odamiylik jihatdan bo'lsin va yoki to'r cho'lpini bo'lish jihatdan bo'lsin, bak yaxshi bilim beryapmiz deb o'ylayman. Har bir san programmamizda mana shu cho'lponlarimizdan, ustozlarimizdan tirishchanligida to'r cho'lponlarimiz uchun bu sahna o'zini namoyon qiladigan sahna bo'lib qolmasdan, o'yindigan, haqiqiy bilimga erishadigan bir katta sahna bo'ldi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Hamdi bu suyumliklarni tanishtirib o'taman. Ya'ni bizning programmamizdagi marka tavsiya qiluvchilar. Urumchi Hozir savdo chekish shirkatining muavin direktori Munavvar xonim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Sanam turmush kirim buyumlari chekish shirkatining muavin direktori Xalida Shanshi Dirintang Biopantexnik taraqqiyot chekish shirkatining lideri Adalat Ahmadxon qiz, Adil ingliz tili to'r darsxonasining qurg'uvchisi, mamlakatlik ingliz tili musobaqasi chempioni Adil Molim, Rohlan Biopantexnik chekish shirkati bazar sog'an Ay Ovli markasidagi xonim qizlar mahsulotining setish bosh nazoratchisi. Şirketga yandaş qurilgan Aura ambulatoriyasining doktori Guljannat Mo'min xonim, Xinjiang Shenchim xalqaro savdo chekish shirkatining birlashma qurg'uvchisi, shundaqla bozor etish direktori Jaloliddin Ibrohim. Men mush chavoqchab udardan chiqib ketdimligini his qildinglarmi? Qizlarni tanlashdan qo'rqdingiz Ya qizlarni bo'zaq qilib qo'ymaydi deb. Onun men xuddan talab qilib men bek amroqchi. Shiva. Men o'zim darssiz deganda aralashtirib so'zlab qo'ymayman. Hatta amroq men xotinchiga. O'qishib ketdi degan gap, anidan tuven turdi degan gap. Hech kim ikkinchi nomerlik mahsulotni yaxshi ko'rmaydi. Lale dedim laledin muaq. Yanolmadım kechilar biroq. O'g'il Hasan efendim, Hadicha xonim, Nurmamat efendim. Uchunglar ikkilandin birini tanlab berishinglar kerak. 更重要的是，在直播间我分享好东西给我的朋友们。我待会里面不早了，你们的直播间会走得越来越好。来，你给来 ，Hello， 亲爱的朋友们，大家晚上好，我是你们新疆美好酒店馆下一站。Bazıdaki dostlar, yaxshimisilar? Xeridan o'ylayapti. Qanday xeridan dunyosini ko'ramiz? Nima uchun esa xeridan qilib berdi? Shirqimni xeridan. Biz emas, bu boshqa bir narsa. Shu butunlay xeridan dunyosi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, to'rdoshlar, bu programmamizda bizga o'zining mahoratini ko'rsatmoqchi bo'lgan mahirlarimiz bo'lsa, Nurmamat Molimning 6 o'quvchisi, 6 shogirdi. Qiriyona bo'lsa Nurmamat Molim shundaqla o'quvchilarni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Men bir mahirlarimni birdan tushuntirib o'tayman. Bu yoq ismi Azhar. Azharni bayatini ko'rib o'tdik. Buni ovozi intayin tatliq. Intayin o'zgacha, inchga nurg'ulg'a odamni o'ziga tortalaydi. 24 mayırın içinde maaşı uğraşkende talep ettik bunu. Bu yaktan ismi Güzel Nur. Güzel Nur mu riyasetçi. Benim grupam kalacak riyasetçilik yapıp cuma. Riyasetçi bu yak mı intayın kespi halet riyasetçi. Başlar ziyaret kıttırıp, başlar üzgü tartışçalık mı Azharga okşa intayın yaxşı. Yunus da belki memmanlık kögen buluşalım mümkün tordan. Bu işkir ülkelerden kelgen nurgun sayahatçilarni bu turpanda yetekleydi. Bazan asasen monopol qilib oldi deyim bu. 180 mingdek finsisi var. 580 ming deydi. Qachonni ya chiqib ketding? Taraqqiyot intayin tez demoqchi. Yunusniki. Bu yoq Ayzuhra. Ayzuhrani alaylik nima bo'lsanglar, girim qilish shunday ema. Girim qilishga. Girim bilan nima kiyim-kechak nima dape birlashtirishga intayin ema. Demak, ikkisi bir turga tavabida, demak bir chamas ikki paxtakni so'qab chiqib yutaradi. Bu yoqning ismi Aynur. Turpanda qisqa vaqt ichida 50 tonna quruq yel yemishni ishkir o'liklarga pacha. Hargizmanda konteynerlab emasmi? Pacha setib etgan. Haqiqiy talantli qiz bola. Bir dehqon oiladan kelib chiqqan. Haqiqiy bir jbo dayqo, jbo orqali mol setishninki tipik misoli. Saltirib kumpisini ko'rsizlar. Bu yoqning ismi Hasanjon. Hasanjonni ham balkim to'rildi ko'rgan bo'lishi mumkin, naqshchi. Asosan eng cho'ng ortishligi naqshchi. Bütün tordaki hazır finsisi 1 milyondek finsisi var. İşgörülüklerden nurgun finsileri var. Hem de hemenlinki üzerinin hakiki rollerini cari kıldırışını çin könlümde ümit kılma. İşenç bado. Hazır körümüzge hemenlik kumpanlı. Hemenlik futuk ahmetliyim. Yaxshi, sizlarni ko'rib intayin xo'sh bo'ldim. Endi
Her bir son programımızda bizden şu 6 Mayır'ımızdaki çıkış tertibini orunlaştırış için çok bir oyun tayarladık dendi. Çoxum şu oyunumuzga aktiv qatnashinglarni umid qilamiz. Chunki şu oyundagi sizlarningki mahirtinglarning qanchalik bo'lishi, shundaqla oyundagi erishgan natijalarning qanday bo'lishi bevosita qanchinchi bo'lib mahorat ko'rsatishinglar bilan munosabatli. Diqqat qilinglar mayirlar, bu musobaqamizning qoidasi qanday bo'ldi deganda, ya'ni sizlar naqshedsizlar. Qarqulash naqshet salamaydi. Aytgan naqshanglarda gul bo'lish kerak-a? Ayshamgul, Aynurgul, Gulshangul degandek gul bo'lish kerak cho'qima. Bulamda amsa Azhardan boshlaymiz. O'ylab turinglar, Azhar aytib o'qisha, boshqa mayirlar cho'qim o'ylab turishinglar kerak-a. 3 2 1 boshlandi. Gülmedim açılgalı Goncamedim içilgalı Yaxshi. Gülbar ey gülbar, bağda kızıl gülbar. Aşı begіңda oynaydigan zılva boylup kız bar. Kızıl gül arasında çimende gül, körüngen derek bizim. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. 5 4 3 2 1 2 1. Qani. Ayaqqı marhamat. Ha, Gül emesken, içilgan bilenla, dikenlik güller. Bek mutluken. shuni taqishpama. Mayli bo'pti, ijodiyat bo'ldi ya, ishqibamdi ha. Mayli ha. Güller yine içildi Ben yaxshi yaşavadım O'zing naqsi, o'zing ijodiyati. Ha, qani, tez bo'linglar, ha, yana ha. Yaxshi, qani. Gülüm ketti, gülüm ketti. Guli guli, nize nali. Yaxshi. Guli, nize o da sinli. Yaxshi. Ha, 5 4 3 2 1. Vaqt o'tdi. Qani. 你是我的玫瑰，你是我的花，你是我的爱人，是我的牵挂。 Yaxshi, Azar ha. Darhol. Azar tayyorligi bor o'xshaydi jumu. Gül üzülse güzelmez, üzülse güzelmez. Şahıda dursa güzel. Hey! Ha, Yar, yar. ha bo'ldi ya. Atır güller açtı çıray, atır güller açtı çıray. Yaxshi, bunda yomonsilar. Gülirena, gülirena. Yaxshi ha. 5 4 3 2 1. Ha, vaqt o'tdi. Ha, Azar. Gül beden ey nazinem gül beden ey. Güller içire izlep yürüsem nazuk bir çiçek. Köz aldım. Ha bo'ldi ya. Bulan kulaklarım nemrayım bu. To'xtab qoldingiz shundaqmi? Alda shikillar qildinglar. Qani, marhamat. Azar. 5 Güller gonçla kaptı. Ey! Ben bu ağaçlay değmen. Bekçik naqshni bildikansiz jumu ha. Kızıl gül ne demesem çimenle gül it buldum Et ya. bo'ldi ya. 5 4 3 2 1. Ha, yana bormi? Laçin soqqan toshqanning dadey vay adar gül. Azhar, ajoyib qatiskan jumu. Darajadan tashqari naqsh cholpini. Azhar. Yani şundak set avazım bilen yapsam. Yo'q, lekin shuni jiqlaqshdan bildikansiz, uni ustiga tekstigimi pishiqqansiz hamda buning bir mahoratlarimizda nurg'ulg'anlar hamda ahongni bildi, lekin tekstni bilmaydi. Mush tekstmi bizningki so'z qobiliyatimizni yaxshilashda rol alaydi yuqori bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Yaraysiz. Endi siz qanchinchi bo'lib shu sahnaga chiqishingizni, mahorat ko'rsatishingizni belgilaysiz. Chunki bu o'yinda siz chempion bo'ldingiz. Birinchi bo'lib chiqqingiz bormi yoki ikkinchi, uchinchimi? Mening birinchi bo'lib chiqqim bor. Chunki birinchisi bo'lamsan, tunjisi bo'l deb gap aytgan. Shuna.
Yaxshi. bo'lamsanmi? Tunji so'pinchi. Bo'ldi, amsa. Kim bilan birlikda chiqdingizmi? Kim bilan keyrashdingizmi? Ayzuhra. Ayzuhran tanlaysiz shundaqmi? Tunji bo'lib Azar bilan musobaqa tushdig'ini Ayzuhra bo'ldi. Qani Ayzuhra mushaq keling, ishqinglar bir guruh. Endi Go'zal Nur, siz qanchinchi bo'lib? Ikkinchi bo'lib şey. Bo'ldi, ikkinchi bo'lib. Kim bilan raqobatlashdingizmi? Aynur bilan. Aynur bilan mana. Bo'ldi, tayyor bo'ldi-ku, indiq bo'ldi-ku. Birinchi guruhdagi mayirlar, mana Azhar bilan Ayzuhra, ikkinchi guruhdagi mayirlar bo'lsa, Go'zal Nur bilan Aynur, uchinchi guruhdagi mayirlar bo'lsa, Hasanjon bilan Yunusjon. Bo'ldi, ifodalaringning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Tirishinglar. Talay va Ahmed sizlarga bo'lsin. Qani, marhamat. Tunji bo'lib musobaqaga tushadigan mahirlar Azhar bilan Ayzuhra. Mana Azhar bizningki mahsulot rayonimizda har xil mahsulotlar bor. O'zingiz ma'lum bir mahsulotni tanlaysiz. Berilgan vaqt 3 minut. 3 minutning ichida shu o'zingiz tanlagan mahsulotni cho'qim setib chiqarishingizni umid qilamiz. O'zingizning alayligingiz bo'yicha, bulamda ortiqchiligingiz bo'yicha, bo'lib shu Gulban naqshlarni yaxshi aytishdiki, xosligingiz bo'yicha. Marhamat, Azhar. Azharning tanlig'ini bo'lsa, Adil ingliz tili tor darsxonasi. Ayzuhra, sizchi? Sizning tanlig'ingiz bo'lsa, Fancy markasidagi namlik suyi, uning boshqa teri yumranlashtirish malhami bilan suv qulublash malhami qilinganda bo'lsa, tayyorlikqa tushsanglar bo'ldi. Oldi bilan bizning bevosita yetish rayonimizda, maydonimizda mahorat ko'rsatgan mayirimiz bo'lsa, Azhar turishing. Chuqum ishbadingiz yaxshi bo'ldi. Marhamat. Be happy for this moment. This moment is your life. Hello everyone. Welcome to Adil English class. Yaxshimsizlar do'stlar. Adil ingliz til darsxonasi, Adiljon muallim ingliz til darsxonasi kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Azhar Jabbor. Yaqinqi davrimizda ingliz tilini o'rganish nihoyat zarur bo'lyapti, chunki har xil imtihonlar, yana yuqori o'rlab o'qish imtihonlari bo'lsin yoki boshlang'ichdan tortib o'rta maktabgacha, oliy maktabgacha bo'lgan jarayonlar bo'lsin, ingliz tili shu bir til bo'lganligi uchun bizning o'rganishimizga muhim bo'lgan bir darslik bo'lib qolgan. Shunlashqa til o'rganish bir qurol, til bo'lsa bir qurol, til ko'ngilning ayniki deymiz. İngiliz til bo'lsa, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsa, ingliz tili bo'lsa xalqaro til bo'lganligi uchun biz boshlang'ich maktabdagi bolalarimiz bo'lsin, ota-onalar boshlang'ich maktabdagi bolalar bo'lsin yoki o'rta maktabdagi va oliy maktabdagi o'qiyotgan, yuqori o'rlab o'qiyotgan o'quvchilar bo'lsin, ingliz tilini yaxshi o'rganish kerak. Ondaqda ingliz tilini o'rganish uchun to'g'ri muallimni, to'g'ri ustozni tutish kerak. Jamiyatimizda nurg'un ingliz tili o'rgatadigan kurslar bor, ustozlar nurg'un ko'p, intayin ko'p. Ammo biz qaysi ustozni tanlaymiz? U bir intayin muhim masala. Chunki ba'zi o'quvchilar ma'lum o'qituvchisi o'zgarganlik sababidan ingliz tiliga bo'lgan qiziqishi texim so'slab ingliz tili o'rganmaydigan bo'lib qoldi. Navada Jibojan shu yana bevosita ko'rsatishimizda ingliz tili qiziqishi bor, yana ingliz tilini o'rganmayotgan, yana boshlayolmayotgan o'quvchilar va ko'rmanlar bo'lsa, shu Jibojanimizga 6 raqamini yo'llash orqali men bir ko'rib baqsam, shu jarayonda men yangi bir mahsulot tanishtirib keldim. Shu mahsulotni tanishtirib o'tsam, sizlar navad loyiq ko'rsanglar, men sizlarga davomli yaxshi e'tibor faoliyatlarni olib kelsam, qarasam nihoyat ko'p o'quvchilar ingliz tilini yaxshi ko'rdigan, ammo o'rganmay o'tibdi. Biz bir yaxshi ustozni tanlaymiz deydiganmiz. Bir yil o'qituvchini tanlashimiz kerak. Tor darsxonasiniki ingliz tili darsxonasining qurg'uvchisi bo'lgan Adiljon muallim bo'lsa. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarning yaqin do'stinglar, Ayzuhra bo'lman. Men hozir sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan mahsulotim bo'lsa, xonim qizlarimizning adiyat faslida ishlatishiga eng mos keladigan bir yurish teri asrash buyumlari
Mening nima uchun bu maslahatni sizlarga sunishimdagi sabab atiyat faslida xonim qizlarimiz ter sezgirlashadigan, qurg'oqlashadigan, qurg'oqlikdan sezgirligi eshib, rangli g'irim buyumlarni qilgan vaqtida yuzga maylar singmaydigan ayfollar intan ko'p uchrayotidi. Qanday qilgan nurg'un xonim qizlarimiz qanday qilganda yuzimga oqatish maylarim singdi, oqatish maylarim o'rlolmaydi deb mendan savol so'rayotidi. Chunki sezgirligi eshib ketgan terlar bo'lsa, har qanday ter asash buyumlar ishlatgan vaqtda teriga qabul qilishi intayin osti bo'ldi, ham sezgirligini oshiraydi. Mening sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan maslahatim mush atiyat faslidagi terning sezgirligini oldini oladigan, qurg'oqlashning oldini oladigan ter asrash buyumi. Nurg'un xonim qizlarimizda bunday ahvolga uchraydi. Mushta ahvolga uchragan do'stlarimiz bo'lsa, bir raqamini avassanlar bo'ldi. Nurg'un do'stlarimiz mush atiyat faslida terisining qurg'oqligi tufayli qanday ter asrash maslahatlarini tanlashni bilmaydigan ahvollar yuz berib yotibdi. Mening sizlarga olib kelgan maslahatim bo'lsa, fansining bir yurish ter asrash buyumi. Buni qulamdikisi bo'lsa, g'irim suyi. Suv to'liqlash malhimi. Bu suv to'liqlash malhimining asosiy roli bo'lsa, teriga suv to'liqlab, teridagi inchik qo'riqlarni sutlashtirish unumi alayda yaxshi. Men qulamga biza sökep ko'z sığışçalığımı alaydı bek yaxşıcı. Anandan keyin ikkinchi bu tunishtirig'im bo'lsa, namlik saqlashmayı. Namlik saqlashmayı bo'lsa, terini yumrallashtirish, oqatish unumiga ega qildi. Uchinchi bo'lib tunishtirdig'im bo'lsa, fansining suv quluplash malhimi. Nima uchun men bu uch xil maslahatni bir xil tunishtirsiz deb so'ragan xonim qizlarimiz bo'lishi mumkin. Chunki men zag'ri til bo'yicha tunishtirib o'tsam, chunki yerga avval suv qo'yamiz, o'g'itlaymiz, andan keyin suv bergan o'rinni etib. Chunki biz bu ter asashgan vaqtimizda terimizga suv to'liqlab, andan keyin namlik saqlash maylarini etib bo'lgandan keyin oxirida suv quluplash meyni ishlatishni unutib qolmasligimiz kerak. Suv quluplash mey ishlatgan vaqtimizda terimizga qabul qilgan barliq suvlarni, namlikni quluplab, terimizdagi suvlarning, namlikning parg'aylanib chiqishini oldin oldi. Hozir Jubodiyanimda faoliyat qilishi orqali suv to'liqlash malhimi bilan namlik saqlash malhimi setib olgan do'stlarimizga, ya'ni suv quluplash malhimini sovuq, o'zining go'zalligiga ko'ngil bildigan xonim qizlarimiz bo'lsa, darhol kirib setib oling. Balkim siz ishkilinib o'tirgan vaqtingizda sizning do'stlaringiz alliburun vaqtoshdi. Rahmat. Haqiqatan bu jiddiylashish bor. 2 yillardagi jiddiylasishni his qildim. Hamda 24 mayirdan 8 mayirning qatoridan o'rin olish unchalik oson emas. Uning boshqa bu yerda tanlash bo'lganligi uchun balkim shu sabablarni besim qo'ygan bo'lishinglar mumkin. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar musobaqa tugadi. Boya biz deb o'tgandek, musobaqaning natijasi muhim emas. Mush jarayonda bizning his qilganimiz. Bundan keyin biz mana mushtaq musobaqalar qatnashsak yoki bevositish jarayonda mahorat ko'rsatsak, qaysi nuqtalarga diqqat qilamiz, qanday biz jiddiylashmaymiz. Mushu masalalarni hal qila olsak, meningcha programmamiz qatnashganning unumi shu bo'ladi. To'g'rimi? Xosiyatida. Azhar yaxshimi? Naqshini bak aytib, hammani unutib qoldingizmi? Aldın qitimda tunji qitimliq ifodasi aldın qisondan bak yaxshi bo'lgan Azharning. Keyingi ma bosqichdagi onun oldidagi bizning hozirgi ikkinchi qitimliq tanlanishdagi bosqichdagi naqsh aytishdi olsun. Garchi mayli ahangi, mayliligi biroq u bu jihatda yaxshi bo'lmasmi, lekin nurg'un naqshlarni, nurg'un tekstlarni bildi ekan. Ammo lekin bayatın siz eng o'zingizga loyiq kelgan bir materialni tanlab olibdi ekansiz. Adil ingliz tili o'rganish darsxonasini. Biz boshqalarga tushundirmoqchi, masalan, shaxsan o'zingiz tushundirmoqchi bo'lsangiz, mesela men deyli, men Şinjan Sanat institutining oldi bilan demoqchi bo'lganingiz o'zingizning maktabini, siz qaysi kasbni, nima o'rganganingizni, anandan keyin o'zingizning yeshini, bo'yingizni, alayligingizni, nima qiziqadiganingizni, qo'lingizdan nima keldiganini oldi bilan mushtaq tafsiliy rad bo'yicha tushuntirishingiz kerakdi. Bu ingliz tili dars o'rganish unchalik oddiy emas. Bu bek yaxshi bir material to'q aslida. Amaliyotda siz adil ingliz tili dars o'rganish darsxonasini tushundirish orqali o'zingizmi nurg'un narsalarni ham ko'rurmanlarga ifodalab bera olasizsiz, o'zingizmi nurg'un narsani o'rganib ola olasizsiz. Shunda bir yaxshi boshlagandingiz inglizcha bilan hayajonlanib o'tasam oxirini yo'qlik qilyapsiz. Nima ish qilasiz? Sizning o'qishingiz faqat to'g'ri emas, chunki siz mush kasb maxsus tarbiyalanayotgan odam, uning oldidagi ifodalaringiz bek yaxshi. Nima demak
demoqchi desam, mush orqali siz kichikgina narsani o'rganib oling. Har qanday ishda o'zimizni to'xtatib, abay biz deyishayotgan gapning hammasi aldırmanglar gap qilishga. Bu adil darski jami manch babdan tuzilgan bo'lib, manchilik vaqt ketadi. Anan ekan bunun nima o'rganish, nima qanday vaqtda eng muhim sizlar qanday vaqtda to'rni echib bu darslikdan foydalana olasizlar yoki xohlagan vaqtdami? Anan ekan bunun bahosichi. Chunki bizning hozir qiziqadiganimiz iqtisod masalasi bo'lib qoldi-ku. Vaqt bilan billa. Shu bak yaxshi narsani tushuntirib o'tayotdingiz, lekin u narsani ko'rolmay qoldik. Bundan keyin mushu jihatda chunki o'zingizda bu alaylik bor emasmi? Balkim ovoz bergan ovoz do'rdingizga, shu bo'yicha o'rgansangiz bo'ladi. Elqi deysangizmi bo'ladi. Vaqtingiz shuni tamoman yetadi. Mushu sal yetarsiz bo'lib qoldi. Bundan keyin siz boshqalarga bir narsa bermoqchi, endi o'qish bitirish oldida turibsiz, balkim hozir shirkat ishlatibsiz, balkim sizning saviyangiz eshib 7-oygacha başqa bir şirketlarda o'zingizni namoyon qilsangiz yoki bizning televiziya stansiyalarga o'zingizningki iqtidorni namoyon qilib bir ishlab beqish fursatiga ega bo'lish uchun berib qo'yishingiz mumkin. Mushu vaqtda siz oldi bilan nimani deysiz? Anandan keyinchi boshqalarga gap qilganda qatlam gap qilishni o'rganinglar. Bu o'zingizningki bundan keyinki mayli jubo qiling. Mayli xizmat izlang, mayli boshqa shirkatlarda ishlang, mayli riyosatchilik yo'liga taraqqiy qiling, bu sizga nihoyat foydasi bor. Ayzukram. Oldin qatim itot o'ynagan shundaq sahnada erkinti. Dastlabda nihoyat jiddiylashdi, oxirga borganda sal o'zini qo'yib o'tib, nihoyat tafsiliy bayon qildi. Yaxshi. Bundan keyin endi Ayzukram shu jubo. Bu jubo degan juboday xo'p bo'lsin. Bu qarmoqqa mal setishdek turgan bilan amaliyotda sizlar madaniyatni taqdiyotsizlar. Madaniyatni tashviq qilyapsizlar. Masalan, girim bo'yim satdinglar. Bumi bir ayollar, mayli o'g'illar hammadan go'zallikni, go'zal narsani yaxshi ko'rmaydigan odam yo'q-ku. Go'zallikka bo'lgan bir xil madaniyatni tavsiya qilyapsizlar. Boshqa narsa, masalan, Shinjongdagi mahsulotlarni sotgan bo'lsak, jamiyatga ichki o'lkalarga va boshqa yerlarga va boshqa rayondan rayonga, masalan, Qumulning qo'g'in tatliq bo'lsa, Aqsuning olmos tatliq, ichki rayonni almashtirishqimi, nurg'un alqi jamiyatga sizlar chiqninglar, aktiv energiyalik narsalarni o'zinglarning ashtaqmishda güzel çırayınlar bilen, tatlık, şirin, şeker, kişilerin qaylıqlarlıq söz, ibarlarınlar bilen başkalarını jalb qilsanglar, jamiyatga aktiv energiya taqatsanglar, o'zinglarning istiqbol yo'linglarni o'zinglarsanglar tamamen bo'laydi. Shunlashqa bundan keyin mayli juboday bo'lsin, mayli boshqa ish bo'lsin, cho'qim so'zda nadan boshlashni, andan keyin nimani ifodalashni, andan keyin qaysi maqsad yetmoqchi bo'lganini qarshi tarafga ifodalab bera olsanglar, bu pek yaxshi. Xasiyetinden pek doğru dedi hem de. Ciddiyleşishni yo'qotishning eng yaxshi usuli yanada shu mashq. Jirbo, nimamizni sinaydi? Bizning naq maydon inkosimizni sinaydi. Naq maydonni qanday kontrol qilishimizni sinaydi. Uningdan boshqa mushu jarayonda, bevosita jarayonda o'rganganlaringlarni amaliyot jarayonda yana bir sinaydigan ish. Shuning uchun yana deydiganimiz shu mashq. O'rganish. Yani şu to'xtamay o'rganish. To'g'rimi? Endi bizningki shu marka tavsiya qiluvchilarning ichida adil ma'lum so'zlashga eng loyiq deb o'ylayman. Bugun hamda rost aytgan vaqtda yanılamam men bu yerning ustozlar degandek jiddiyleşmek ig'ir bo'ldi. Buning asos sababi meni aniq deb bo'ldi. Cho'qim buning tayyorlik yetarlik bo'lmaganlikning aniq bir ifodasi ko'rildi deb qarayman. Ko'p mashq qilgan bo'lsangiz, texnik yaxshi qilib tayyorlaysiz. Shu jihatda menimcha tayyorlik yanılam nima deganda tez yetarsiz bo'lib qoldi. Bo'lmagan bo'lsa, bu yerning o'zingizdagi chaqqonlikni diqqat qiling. Sizdagi chaqqonlik bilan siz xil masalalarni qanday qilib tayyorlaysiz, hal qilib tayyorlaysiz. Biroq shu tayyorlikning kam bo'lganlik tufaylidan bu masala ko'rildi deb qarayman. Lekin yanılam keyingi fursatda yana jiq sizcha tirishingizni tilakdoshman. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. İki nafar mayirimiz eng avval sizlarningki bugungi ifodanglardan tirishchiliginglardan intayin suyundim. Men bir korxonchi bo'lsam, oliy bilim yurtlarida bilmayotgan bir nafar magistr aspirant student bo'lib suputim bilan mushadagi ifodanglardan men o'ltirib nurg'un narsalarni his qildim. Asarimiz shu bir riyosatchi, lekin mening his qilganlarim shu birinchi, hamda kamchiligingiz tuzi buching, shu ba'zan gaplaringiz
aniq emas. Bu endi mashqninki sal töven, mashqninki oz bo'lib qolganligini deb his qildim. Yana birisi, o'sha tayshi deb qo'ymiz, o'sha qo'lingizni men shundoq jiddiylasib ketdim, qo'lini nag qo'yib, qo'lingiz sizning alqi jiddiylashyotganligingizni bu yerda bizga bilindirib qo'ydi. Yana birisi, o'sha koto shamjaudo, o'sha alqi deydigan gaplarni bek jiq shiltib oldingiz. Endi siz kasbiy odam, bir diktoriyasatchi kelgusidagi nurg'un o'g'il diktoriyasatchilarimiz yetilib chiqyapti deb o'ylayman. Endi shularga bir ulgasiz. Shunaq bo'lgandiki, mushu jihatlardan shunaq kichkina savarlikni bugun mayli bu yerda yengiling yoki utib chiqing yoki tanlaning. Lekin men o'ylayman, mushu bizning baholarimizdan nurg'un bilimlarga ega bo'la oldingiz. Buningdan keyingi sahnalarda mushundaq nuqtalarga diqqat qilib ketsangiz ham yaxshi bo'l deb o'ylayman. Ayzuhraga mening deydiganim, shu Ayzuhraning birisi shu jiddiylashib ketganligini hammamiz sal his qilib qoldik bu yerda. Ayzuhra amaliyotda mening bilishimcha, shu oldingi sonlarda men Ayzuhrani ko'rdim, undan boshqa o'ttirliqda tarbiyalandi, kasb oldi yeni. Tarbiyalanib shu san kirgandikin amaliyotda bundaq bo'lmaslik kerak. Shu nafas yetishmagandek deb shundoq sal his qilib qoldim. Shu nuqtalarga diqqat qilib ketsangiz, bundan keyin eng erkin tabiiy o'zingizni namoyon qila olasiz deb o'ylayman. Rahmat. Bizning marka tavsiya qiluvchilarimiz bek astoydil ko'rayapsizlar jumu. Har bir nuqtani shunchalik inchiklik holda bizga ko'rsatib beryapsizlar. Mahirlarimiz uchun bek yaxshi bir o'rganish fursati bo'ldi deb o'ylayman. Endi hozir mahirlarda shu o'rtaq saqlanayotgan bir masala bo'lsa, jiddiylashish. Men boya dedim, endi shu jiddiylashishni yo'qotadigan nurg'un amallar bor. Endi mening deganimdek to'xtamay mashq qilish orqali, to'xtamay chiniqish orqali, to'xtamay tavlanish orqali. Endi undan boshqa yana qanday usullar bor? Shu mahirlar jiddiyleşmeydiğen. Nurmet Malım hazırca söz qilish fursatiga erişemaydi. Hadice Malım. Mahirlar jiddiyleşmeslik için avval özünün məsuliyyətinə to'liq tushuncha paydo qilish kerak. Məsuliyyətini to'liq tushunish kerak. Ondan məsuliyyətinin iste'mol qiladigan obyektinin ehtiyojini yaxshi tushunish kerak. Ondan o'zi tövəndə ko'proq mashq qilib, astoydillik bilan jafo chekish kerak. Oldimizga chiqib, mayli 1 minut yoki 1 soatlik bir jiboni men baştan keçirmen degan odam chuqur bu tövəndə yoki amaliyot jarayonini baştan keçirgan bir ashkillik mashq jarayonidagi tirishchanligi. U bo'lmaganda, navada yangidan to'rga chiqqan shunda bir yangi boshlagan odam bo'lsa, ang bo'lmaganda siz bir 5-10 soat qaytirqinib o'zingiz mashq qiling. Shunchalik japonni siz tatib etib, ondan naq maydondagi tomoshabinlarni bu yerdagi bir sinov deb o'ylamay, bugungi naq maydonlar emas, har qanday vaqtda biz Jibo qavaqdan naq maydonda cho'qim men bugungi jibodan boshlab mashq qilmay, shanchang bunda qarmay biz xaridorlarimizga mas'ul bo'laylik. Pintozlarimizni hurmatlaylik o'zimizdan. Ular vaqtini chiqarib bizga 1 soat 2 soatda shu jibojanda turishni xohlaganlik ularning vaqtini qimmatlik. Shunga biz tuvani cho'qim demakchi bo'lgan mazmunlarimizni o'zimiz hazm qilib bo'lgandan keyin ondan chiqsak jiddiylashmaymiz, tamtirmaymiz. To'g'ri. Rahmat. Endi bizning shu marka tavsiya qiluvchilar qani ol bilan Azhar enimizga taqtay kötəsanlar buludu. 3, 2, 1. 3 mehmanımız tanladı. Mübarek olsun. Endi Ayzuhra sınglimiz üçün taxtay kötürdiğen mehmanlarımız. Qani, merhamet. Yani Ayzuhra'ga tanlash isbatını bildirgen mehmanlarımızdan 4 oldu. Şunun bilan 4'te 3 natija bilan Ayzuhra bizning keng bosqichimizga qadam qo'ydi. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Keng bosqichga tayyorlik qiling. Qani, Ayzuhra. Azar, qani. Men afsuslanmayman, shu programma qatnashib, men nurg'un tajribalarga erishdim. Chunki men to'rda bevosita setib, mal setib, unda chiqarib boqmaganligim uchun jiq tajribam bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ham jiq tirishmagan, ham vaqt chiqarib bo'lmagan bo'lishi mumkin. Şunlaşqa Adilcan muallimni ümidsizlendirib qo'ydim. Ondan bek qaçırman. Voy yo'q, undaq emas. O'rganish jarayoni bu hammamiz uchun Azar. Şunlaşqa bir tarafdan afsuslanman, bir tarafdan afsuslanmayman. Men yosh nurg'un sahnalar, nurg'un fursatlar meni kutib turibmoqda. Bu yerda qilmasam, bu yerdan tushib ketsam, yana to'rda yana ko'tarilib chiqishim mumkin, davomlashtirishim mumkin. Biz ham shuni ishimiz. Programmamizdan işi siz üçün her vaqt uçuq Azhar davamlıq biz ixtiyaç. Bək doğru dediniz, biz ixtiyaç. Buldu. Rahmet Azhar davamlıq birlikte ügünümüz, birlikte algı basımız. Hurra! Rahmet Azhar.
aldırık qadrli görmənlər, əmdi biz ikinci qrupdaki mahirlərimizni təqdim qılırıq. Qani, mərhəmət. Mana Nurməhəmməd müəllimnin ikinci qrupdaki oxucularımı tayarlanıb oldu. Aldı bilən Güzel Nur, Məqsud rayonundan Məqsud Tallan. Qani. Yani sizden tanlığınız olsa altın ilmin içimliki. Aynur Qani. Yani Aynur'dan tanlığını olsa yanaq bilen badam. Güzel Nur, Aynur. Tırışınlar onda olsa bizlerinin yanıcı kıyafetki altınlarını görüşünü xalayımız, təqəzamız, mərhəmət. Aldı bilən Bivas yetiş rayonumuzda Güzel Nur. Ekran aldıdaki görmənlər yaxşımızlar. Mən dostanlar Güzel Nur Tursun. Mən bugün sizlərə alaydı boğan bir məslatını düşündürüb ötməkçi. Yəni, sizlər ilgiri ismini əzəldən anlap baxmağan bir məslatını düşündürməkçi. Ondaq bolsa, mən aldı bilən sizlərdən bir qanç soru sorab baxaya. Yəni, sizlər ilgiri altın suyu, yakı bulmasa tərkibində altın boğan məlum bir məslatını istimal qıb baxan mı? Əgər də istimal qıb baxan bolsanlar, pingülüngə 6'dan 6 rəqamını 6'dan 6'ın yollaşı arqılıq ifade bildirsanlar buldu. Onun başqasılar kündülük turmuşanlarda altının zadı qandaq ruhlu bağlıqını, nemelərə işletilğalıqını, qandaq metal ikəlikini biləmsizlər, bilsanlar. Pingülünçüdə sizlərini saqlayman. Ondaq bolsa, bugün sizlərə tonuşturmaqçı bolğan məhsulatım bolsa altın ilmin içimlikki. Yani sap altını asas xam material qılıb, onundan başqa kümüs suyu, ademgiya, kalempur, amila, kakila qatarlıq 16 türlük üsümlük cevherlerden paydalanıp, hiç qanda ximilik tərkib qatmay, öz kolumuzda, yani tibabet böşkü bolğan xotende ilğar texnikalardan paydalanıp, yasab çıkan haqiqi sap Uyghur tibabet məhsulatı. Məhsulatımız asaslıqı qan azlıq, yürək, min, qılqan tomur, tuğsuluş əhvalları qarta alayda risp bilən yasalğan məhsulat. Məhsulatımızdan alaylıqı bolsa qan azlıq, muşu uykusu yaxşı bulmaslık, baş ağırış, keyfiyatı turaqsız buluş, asan çiçiliş, ciloxorluq muşundaq əhvalları alayda maskildi. Ondan başqa qan azlıq, asan çöçüp gitdiğen, nefes yetişmeydiğen, asan ciddileşidiğen, teşvişindiğen əhvallar qartamı alaydı maskildi. Ondan başqa əsli tutuş kabiliyetini yaxşılaydı, immun gücünü yukarı götürdü, omaqlarımızdan aqlını açıdı, zihnini ötkür qıldı. Muşu kiçik ballarımızdaki asan terleydiğen, yani keşleri uxluslan terleydiğen, ondan başqa akşamları şunçilik qoqup, jölüp, uyğunup gitdiğen, ondan başqa yana ornağı siyip yatıdığen muşu əhvallar qartamı alaydı yaxşı önüm ega. Əgər də pərzəntlərini naytımız haqlam çoğun qılış, hər bir ata-Allah'nınki ən çoğun arzusi həm ümidi pərzəntiniz köngül bulduğun ata-Allah çoxum altın ilmit içimlikini hər səhər balanızın naştılıqı birin. Bizninki bir qap məhsulatınınki içində 10 potulki çıxıdı. Yani körüp durğunaladək 10 potulki çıxıdı. Hər bir potulkisi 50 milligram. Demək, bir qapninki içində cəmi 500 gram məhsulat var degenge. Bir qapның bahası 369 qoy. 2 qap yoki 3 qap setvagan xaridarlarımız bolsa VIP xaridar hesaplanıb, hər bir qapi 333 qoydun. Ondan başqa faqat və faqat Vaqt toşdi. Rəhmət Güzel Nur. Dostlar, yaxşımızlar, bugünkü cibogirglarını qızğın qarşal. Mən sənin kön dostunlar, Aynur. Nimiş qudu mən hər qıtım ciboğuşqa vaxtda gerçislərini körəmmisəm, lekin şunçilik xoşal bulma. Sənin torik ismanlarını görüb, kirginanlarını görüb, şunçilik hayacanlı. Meni yaxşı gördüğən mən bilən dost boğuspa dostlarımız, bana mihirli yürəklərini bərgən bostanlar. Yürək bərgən dostlarımğa rəhmət. Bugün mən sizlər bolsa, Şinjanның ən dağlıq yel yemişdən əp gəldim. Birincisi bolsa bizniki nefis postluq badam. Badam bolsa bizniki Şinjan quruq yel yemişdən içində xeyli dağğı var. Onun dağğı bolsa yeşillikdə əməz, bəlkə badamның 3'dən birisi bolsa yuqarı ağsıl. Badamның içində bolsa adam bədəni ən ehtiyaclıq bolğan vitamin E bilən yeni yuqarı ilmitlər var. Məsələgə badamni içib kösüb qoyay dostlar, körüb yıqınlar.
Badamның yana uzuqluq qiymati yuqorilikdan boshqa yana birdan-bir alaydigi bor. U bo'lsa-mu bizniki do'stlarimiz mush Şinjandagi qizlarniki qishi nimish shunday chiroyli, shunday qapqara deydi. Uning siri dal mushada. Bizning opalarimiz kichik vaqtimizda mushta badamniki meg'izini ko'ydirib qishimizga surgan vaqtda qishimiz bizda qapqara chiroyli bo'ldi. Yegan vaqtimizda badanimiz sog'lom bo'ldi, ishlatgan vaqtimizda chiroyli bo'lamiz. Bunda yaxshi mahsulotni menimcha bo'lgan xodim qizlarimiz intayin yaxshi ko'rdi deyman. Bugun bo'lsa bizningki Jirbojandagi faoliyat baho, ya'ni asli bahosi 49 ham bo'lgan 1 kiloluk baham 1 kiloluk badamning bugun bizniki Jirbojandagi bahosi bo'lsa 39.9 mu. Bütün memleketke kiraksız. Dostlar ağınlar kevatlarında onda olsa teyarlar tuturunlar. 3, 2, 1 dukan elindi tezin taşı etilunlar. İkincisi bolsa bizninki yanak. Şinjanda Xotan, Qashqa, Aqsu, Muş 3 rayonda asaslıq yanak işlep çıkırdı. Bugün meslek epkeginin bolsa bizninki Aqsu'ninki 185 qağaz postluq yanak. Qaranglar. Kichikgina bassanlarla yanak o'zligini echilib ketadi. Buniki meg'izi intayin to'qa. Yana bu nima yanak bo'lsa qarmoqlar odam ming'isining shaklida yana ming quvvattirish roli intayin yaxshi. Yanakninki bo'lsa bizniki quruq yalimishlarning podshohi deyishga bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda Şinjandagi havo klimati ya'ni kecha bilan kunduzning farqi cho'ng, yana kun nur tushish vaqti uzun, shunglashqa Şinjandagi yanaqlar bo'lsa, hammadan yaxshi yuqori uzuqdagi yanaqlardir. Yanaqninki burunqi bahosi bo'lsa 49 ku, ya'ni 1 kilo. Bugun bizniki Jirbojandagi bahosi bo'lsa 39.9 mu. Amoqchi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, suratni tezlatib setib olaylik. Chunki son cheklika do'stlar. Sal turib talishib so'qish kelsanglar, masalan, ajirtib bo'lmayman. Yana birisi bo'lsa, mush 2 kilosini setib olmoqchi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, Aynur, salam, rahmat. Güzel Nur, Aynur çapatattılar. Ustazlarımız sizlerge qandaq bahalarını berdiğandı. Yani bugünkü iş padanlar bilen aldığın qitimliq sanlarımızdaki iş padanlarda qandaq farqlar bo'lgandı. Qani. Yaxshi biz singillarım, programımızga yaxshi kelibsizlar. Sizlar yana bir qatim ko'rganimizdan ayt xushaalmiz. Mana bugun bu ikki qizchaq o'zining Nurmamat ma'lumning qo'lida o'rganganlarini, necha vaqtdagi tirishchanliklarini hammani bizga sahnada shundoq yaxshi ko'rsatdi. Masalan, shu Jirbo Pingtaydiki ikkisining ifodasini aytganda, yuqori tuvanlik yo'q deb o'ylayman. Ilgirlash shunchalik zo'r. Yangi kelgan vaqtda qaragandagi jiddiylashishlar, burunqi sonlardagi qanday ular u bu degan e'tiqodlar hozir yo'qolib, o'ziga ishongan holda qanday o'zining eng yaxshi holatini ko'rsatish ustida sahnada shunday yaxshi o'zini namoyon qildi. Endi men o'ylayman, men kichkina bir gapni qistirib qo'ymoqchi, ozlam qilib. Shu hozir shu Jirbo Pingtaylarimizni qaraydigan bo'lsak, nurg'un qizlar bitta to'lg'aydi ekan-da. Undan boshqa ish yo'q ekan. Shundoq shirpingni chiqirdi ekan yoki Jirbo qismi shuni to'lg'ab bir muzikaga gumbon o'ynaydi ekan. Hech chiqqanda bir o'gangidek bir narsa yoki bilim yoki bir aktiv energiya hech narsa yo'q. Men shu sahnada ikki singlimning o'zining yaxshi ovozi, yaxshi obrazi va yaxshi ideyadagi shunday bir aktiv energiyalarni taqatganligidan ben xush bo'ldim. Bo'lsa shu programmamiz shu sahnasida boshqa to'rdoshlarga va boshqa Jirbo qilmoqchi bo'layotgan qizlarga, singillarimizga deydiganim mumkin bo'lsa, ma'nosiz, hech qanday ahamiyatsiz bir munchalik eski o'g'illarni, nachar odamlarni o'ziga finzi qilib yig'ilishning ahamiyati yo'qchu. Uningdan undaqliq sifatsiz Jirbolardan o'zini tatib, sifatsiz shippinglardan o'zini tatib, mush singillarimizdek ahamiyatli boshqalarga foydasi va hech bo'lmaganda o'zi Jirbo tayxo qilib pul topalaydigan holatda, iqtisodiy ahvolini yuqori ko'taradigan holatda shunday ahamiyatli Jirbolarni ko'p qilsa, ahamiyatli shippinglarni ko'p ishlatsa degan tavsiyani qilmoqchiman. Singillarimda hech qanday masala yo'q, nayt ilgirlash zo'r. Sizlarga rahmat tilayman. Rahmat. Rahmat. Ishqinglardan suyundiq. Qani unda bo'lsa bizning marka tavsiya qiluvchilarimiz Yaxshimizlar güzel qizlar. Bugün hamda ishkilanlarninki ifodasi men shaxsan shunday rozi bo'ldim. Nemish deganimda mayli men o'zim bir ham doktor ham sotquch bo'lay, yana bir hamda men iste'molchi hamda nima degan bilan. Hamda ishkilanlarning tutgan mahsuloti bevosita og'izdan kiradigan, yeydigan hamda ichadigan mahsulot ekan. Hamda ishkilanlarning boshdan oxir degan vaqtda mush iste'molchilar eng qiziqadigan
Birinchidan bahsi, ikkinchidan biz nima ish buni yeymiz, nima ish buni tanlaymiz. Buning bizga badan kirgandan keyin bizga qanday bir unum olib keldi degan mushtatlar ish qilib shuna to'liq bo'ldi deb o'yladim. Ondan keyin garchi vaqt 3 minut ham demaylik, shuna 3 minut bo'lgan bilan lekin sizlarning hamda boshdan oxir ifodalab bergan vaqtinglarda qilib qolgan gapim, "Hey, men deyamay qoldim" deb bunday bir absunarlik ishlar bo'lmadi deb o'yladim. Shunga ishkilinglarga rahmat, shunday yaxshi so'zlab berdinglar. Rahmat, rahmat. Teşekkür ederim. Sizlarninki bayamqı ko'rsatgan mahoratlaringdan men nihoyat so'ndim. Bayamdan Aynurniki ikki mahsulotniki aytgandiki vaqt kontrol qilishi, anandiki negiz ekan so'zlashi bizniki shu setib chiqarish, iqtisod yaratish degan nishonda nihoyat aniq ko'rsatib berdi. Anandiki go'zallikniki bizga bo'lgan salomatligimizga bo'lgan diqqat qilish bo'lgan bizniki keyingi farzandlarimizga, oilamizga, o'zimizga bo'lgan keyingi shu sog'lomlik to'g'risidagi tushunchamizni yuqori ko'rsatib berdi. Bu ishkisam bu ishki iqtidordan nihoyat so'ndim. Hamda keyingi programmalarda sizlarni qaytadan yana ko'rishni umid qilaman. Voy rahmat. Ishki yilinglarga bak yuqori baholarni berdi. Qani unda bo'lsa, u bilasan apandim. Yaxshimisizlar? Men bu qatim hamda oldin qatimdiki o'tkazgan mahirlar qolganda farq intayin cho'ng. Shuklandan bo'libmi bizning oldingi maydonda nihoyat titrash hammamizning bir vudu qo'shmida bo'lganda. Ma'lum ikki listimiz saqmi shu vaqtma 3 minutma dal hech qanday bir nuqsa yo'q darajada bo'libdi. Haqiqatan degandek Nurmuhammad muallimni nihoyat yaxshi tarbiyalabdi. Bularning hamda hozir sal turib hamda qaysini shallanadigan, qaysini qap qoldiganligini ko'ramiz. Hammanglarga utuq tilayman. Nihoyat yaxshi tilishibsizlar. Rahmat sizlarga. Mana o'rganganning natijasini ko'ramiz emasmi? Ma'lumning o'rgangan nuqtalarini sizlarga yetkazgan mazmunlarini sizlar yaxshi o'rgandinglar. Mashqni to'xtamay davomlashtirdinglar-da. Yaraysizlar. Qilina bo'lsa bizningki shu marka tavsiya qiluvchi mehmonlarimiz taxtay ko'tirsanglar bo'ladi. Oldi bilan Go'zal Nurga. Wow, mübarek olsun. Tebriklaymiz. Barlıq mehmanlar sizin tanıdı. Əmdi Aynur sınlımğa. Acep yaxşı görməmişlər bolsa. Sizin mi? Barlıq mehmanlarımız tanıdı. Əmdi işkinlərinin hazırki nəticələr oxşaşda 3 ustaz. Kimni tanıydıqandı anlap baxaylıya. Xədicə malım. Hər işkilisi bir-birdən xədişqsiz nayəti yaxşı ilgin. Ben universallık cihetini közü tutup Aynur'a bilet açıldım. Rahmet. Hemen yakır geldi bu tallaş. Lakin bunu tallamasak olmaydı iken, bununla benim için şu Aynur kız. Mübarek olsun. Minara. Her işkelisinin ifadesi pek yaxşı oldu hem ilgirleş pek zor boptu. Hem de bu yerde tallaşık doğru gelse işkelisini tallasak boğudak. Bırak musabıqı boğalık için vakit kontrol qilish hem mahsulat düşendiriş sürat hem Nayti set sürətində Aynur'un ifadəsi bir qədər yaxşı oldu deyə qardım şu Aynur'a bilet açdım. Mübarək olsun üç ustazdan əmisi Aynur'un tanıdığı təbrikləyimiz. Keyingi basqışda ifadəniz yaxşı bolğan qani tayyorlik qilishtiring. Güzel Nur dege ilgirlaş hakikaten indayin zora. Çünkü bizden aldınsan programlarımızda özünki şu özgü xas bir xil güzelliği bilen onun dinkin sahindeki beden tutuş kıyafeti, ciddileşmesligi, temtirmesligi bizden özgü hayırlıkan bolsa, bulup mu şu bivas yetiş rayondaki bu sandaki ilgirlişiniz bizni yan bir kıtım mayıl kıldı. Buna bu nimnin netisi, ügengenin netisi. Hem de Aynur bilen çıkılan siliştirgen vaktimizde Aynur hem de şu bivastı sitiş kegende bulup mu tordu bivastı sitiş kegende tecrübesi rast, xılılı, çıqda uzun. Hem de muş kesip bilen şoğullanğan vaxtımı bir kadar uzun boğanlık için belki naq meydandaki işbadisi yaxşı boğan buluş mümkün. Lekin sizdeki ilgirleş pek zor. Bundan keyin davamlıq tırısanız biz sizdeki bir xil ümitni köydük. Rast? Bir parlaq kelgüsünü gördük. Güzel dur. Rahmet. Hiç kısı yok çünkü ama karxançılarınki bana kol götürgenlikidirler iş kılıp işkinimizden şunçilik yaxşı ekanligini Nurmuhammad muallimning deganlaridan har ikkimizninki tang darajada ekanligimizni bildirdi. Ammo shu musobaqa bo'lganki hamon shu birimiz shalinib ketadigan gap hech qisi yo'q. Bundan keyin mutihi sahlam ko'p. Albatta. Yani kelsak bo'ldi degandek. Buldu. Programımızın işi siz için her vakit uçuk. Dereceden taşqarı tor çolpunu programımız katlaştınız. Bana muş programımız katlaşqınızdan özlem sizge tor çolpundan ibaret bu isil namның berilgenliginden direkt berdi. Davamlıqtır şeyli. Rahmet Güzel Nur, rahmet.
Ekran aldırki qadrli görmələr, tordaşlar, əmdi biz Nur Mehmet Malımның 3-cü qrupudaki mahirlərini, oquvçularını təklif qılımız. Qani, mərhəmət. Yunuscan, Həsəncan. Yaxşımsınız. Yaxşı. Qani, məhsulat tallaş rayonumuzda məhsulat tallasanlar bulduq. Yani sizden bolsa Şincan Yenma Guşen Taiyuan Yi Yu. Yani müsayatınızı oluştururken sizde yaxşı. Həsəncan, qani. Həsəncanның tallığını ozur, tövgüsüdü ətkənçi. Təyərliqinla tutduğun. Sizlərgi təyərliq kətməydi minəncə pişib getdinlər, cıq məşq qıldınlar, cıq ügəndinlər. Sizlərgi işinimiz aldı bilən Yunuscan, qani, mərhəmət. Salam aziz dostlar, yaxshimsizlar? Men sizlarning tor dunyosidagi eng yaxshi do'stinglar sayohat yetakchisi Yunus Ismoil bo'lman. Bugungi sayohat manzil rayonimiz bo'lsa, mushu Urumchining yangi taraqqiyot rayoniga joylashgan Yo'at bek maydonisi. Biz Yo'at bek maydonisiga borgandan keyin mehmonxona o'rlashimiz. Mehmonxonaga kirgandan keyin bizning ko'zimizga mehmonxona shunday oddiy ko'rinadi. Lekin mehmonxonaning bezlishi ham uning ishlatgan saymonlar bo'lsa, bizga ziyonsiz, tabiiy mahsulotlar bilan ishini yasaganman. Biz mehmonxona o'rlish bo'lgandan keyin sayohat o'rniga kiramiz. Sayohat o'rniga kirgandan keyin mushu daraxtlarning, to'roq daraxtlarning guyxomiga haqiqiy aylanganligini ko'ramiz. Ham uningdan sirt mushu Yo'atdan boshqa yana har qaysi mushu yovvoyi hayvonlarni ko'ramiz. Yovvoyi hayvonlarni ko'rib bo'lib, ondan mushu otning turadigan eg'ilini ko'ramiz. Odatda nurg'un oilada otlar bor, qandoq biqishni, qandoq ko'ndirishni bilmaydi. Lekin mushu ot maydoniga kelgandan keyin eg'ilni qandoq tutish, otni qandoq ko'ndirish mujihatlarda mushu ot bek maydonidagi ish xizmatchilarniki qancha ajr singdirganligini his qila olamiz. Bugungi faoliyatimiz bo'lsa, tushdan keyin Beijing vaqti 5:30da mushu ot bek maydonisiga berib, haqiqiy otning musobaqasini ko'ramiz. Ot musobaqasi biz hozir o'zimiz qurib olganim emas. Almisaqdan beri otning madaniyati bor. Ot chaptirib o'g'loq tatish, ot minib musobaqaga tushish qatorliq mushu bilan ko'ramiz. Buni ko'rib bo'lgandan keyin mushu xalqaro cho'ng bozorga joylashgan mushu Janubiy Shinjongniki Yangoq, Chilon qatorliq Shinjongning alohida mahsulotlarini men sizlarga bir-birlab tushundirman. Odatda sizlar hammangizlar chavishlarda va yoki kichik do'konlar ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Har qaysi mevlarni, qaysi yeshil mahsulot, qaysi mushu jagon qilib bozorga solgan deganni masala bir-birlab tushuntirib beraman. Tushuntirgandan keyin olsingizlarmi bo'ladi, olmasingizlar o'zingizlarning ishi. Bo'ldi. Rahmat Yunusjon. Yaxshimi do'stlar, 2 kun bo'pti bu ashmig'ili. Chunki bu 2 kun jarayonida men sizlarga eng yaxshimish qaddim maldim birini tunishtirman deb bek izdandim. U keldi. Da-da-da-dang. Tügü üstüde işlengen etken çay talqini. Aldırmang, ben sizge dep birey. Tügü üstüde nurgullıgan muşu adamlarınki bedeniga paydalık boğan mineral maddeler bulup, bu tügü üstü bilen biz kal üstünü siliştüken vakitte tügü üstüdeki kalsil miktarı muşu kal üstünün 10 есе, hem tümür silin miktarı 3 есе yukarı buludu. Şonlaşka bu tügü üstünün içinde adamlarga paydalık boğan nurgullıgan mineral maddeler buludu. Hem de gep keldi ya. Bu neymiş için bu hem de bu üstemez talqan degen vakitte Cikadamlar bilidu. Şu tügünün üstünü nek vakitte bir 2 gün burun istimal kısa onundaki şu bedenge paydalık boğan maddeler şu bedenge kubul buludu. Ama lekin vakit ötken sire o maddeler azlap bu kımız özgürdü. Şunlaşka bizning huzur şirket müşdak ilgar texnikalar arkalık adamlarga şu payda boğan şu maddelarni saqlab qilib, buni talqan qilib ishlab chiqadi. Demak,
Muşu talqanni povlab içsek, şu moddalar bizning bedenimizga iste'mol bo'ladi. Shunglashqa men muşu moddani do'stlarga bir qo'r so'zlab berdim. Yoqtirib pishishinglarni umid qilma. Onun ustiga to'g ustininki muşu moddalardan sirt, muşu kesal jihatdanmi intayin cho'ng bir şifalık rolü buludu. Bulup mu şu öpke, nefes yolaga intayin faydası buludu. Şunlar xeyrindaşlarının ki şu etken çayını ettigende bir gün içpesiniz. Bir aygacha çokum zor özgürüş buludu dep oylayman. Şunlaşqa şu talqanni sizlarga tavsiya qildim. Bugun alayda şu xoding bo'lg'ashqa bir bolaq situasyonuz. Yani bir bolaq şu soğuk vermez. Cami bir bolaqqa ikkini situasyonuz. İçinden 15 tal çıkıdı. Künüge bir taldan bir ay içip versiz. Qandaq kaptım eken? Emse şang lence. Sen yi. Ve tüydüğün. Uy. Qanda yaxşı eken Allah. Bununkin tıkım yaxşı Allah'ını sizlarga juboda keş okup vermeyeceğim. Va, pek tez sözlüyatım değil mi? Hemimiz yaxşı yaşavatımız. Yaxşı, wow. Xasiyatida bizning mahirlarimizdan aldın san programlarımızı qargan çağda bugün keş padis qandaroq bo'lgandi? Yunuscan yaxshimi? Hasancan yaxshimi? Yunuscan sizda pekma ifodingiz qandaroq bo'ldi? Bugün genco yok. Öz devetdi genco yok deb. Agar siz rasmiy xizmat qilayotgan vaqtingiz tuyuqsiz ya qanasining ya kenchuninki mushtaq adam kim qoldi ya u bu bo'ldi, sen mushni berib to'liqladisi. Genco yok bugan, mimala zoba deb aytmagamsiz yoki ashni siz ash turpandiki o'zingizning burunqi alayligingizni shu bit ko'chirib akkasangiz tamoman bo'laverdi. Demak bu nima desa shu ciddi vaqtda ciddi ahvolga qandaq to'g'ri hozir javob bo'lish yoki ashini shangshangli o'zingizning tafakkuringiz orqali guanjongni boshlab kirsangiz tamoman bo'laveradi. Sizda bu iqtidor botdi. Biz oldin qitim buni ko'rib bo'lgan. Bugun ganjo yo'q. Lekin ishqilanlardagi eng yaxshi narsa ganjo bo'lmagan bilan jiddiylashish yo'q. Shu. Ammo jiddiylashmaganga ganjoni qo'shib etsanglar, bek yaxshi bir to'rda jubo qiladigan yoki sayohat yetakchilik qiladigan yoki Hasanjon to'r orqali o'zimizning eng yaxshi go'zal naqshlarimizni boshqalarning huzuri uchun hadiya qila oladigan bo'ldik. Ham shunga ashni qaytib etsanglar, Nur Mamat muallimninki bir oy jarayonki tarbiyasi nayt yaxshi bo'lib ekan-ku. Ganjo'ringlar nima bo'ldi ya? Charchab qoldinglarmi? Yaxshi ish qilinglar. Lekin faqat jiddiylashish yo'q, sahnada bak erkin. Hasanjonim kanalınız yaxshimisiz? Huzur şirketiniki, bu ya şirketimizden işlep çıkılgan huzur tөгістеткен şeyimizden asasen huzur şirketi kan xalq almasını oylagan ekvalasda bizden xalq turmuşumuzdaki küt ettiğin ettiğelden çay iç adetimizi oylagan ekvalasda ikincide turmuş şirketimizdeki tizligide bu turmuş şirketimizdeki kolaylık etkiliş ekvalasda da bu tөгістеткен şeyimizi işlep çıkargan huzur tөгістеткен şeyimizi şulan koş koygan bolsanız bek yaxşı bulatdı. Lekin şunu koşmaya qaydınız. Şunda koştum ba mallikim şu vaqt 3 minut bo'lg'ashqa mushniki shu eng foydali shu nimalar modellarini bir so'zda bitay deb tashladi. Negizlik yerni so'zlayda bo'ylabsiz-da. Bizning timimizda tanlagan ko'p rahmat. Rahmat sizga. Qanday bo'lsa bizning marka tavsiya qiluvchilar mehmonlar oldi bilan Yunusjonga taxtay ko'tirsanglar bo'ladi. 3 2 1. Ya'ni Yunusjonni tanlagan mehmonimiz bo'lsa 1 2 3 4. Rahmat. Amdi Hasanjon keldi. Qani Hasanjon uchun taxtay ko'tirgan bo'lsanglar. 1 2 3 4 5 6 7. Hammanglar Hasanjonni tanladi. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz Hasanjon. Bugun bo'lsa faoliyatni davomlashtiramiz. Bir nasaq bir so'q qildigan ha. Keyingi bosqichimizda ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Yunusjon, qanday bo'lishdan qat'iy nazar amdilik o'zimizning xosligimizni tutgan bo'lsak, balkim
naq maydondagi mehmonlarimizni, bizning shu marka tavsiya qiluvchilarimizni texmi jalb qila oladingizda. Sizning xosligingiz, alayidligingiz, o'zgachiliginiz nada deganda, o'zgacha shu shevidagi davlat o'rtaq tilida so'zlash. Boshqalarni qayil qilgan tarafimiz shuda. Fursat degan Yunusjonga o'xshash mana tayyorligi bor kishilar uchun tayyorlanganda. Mana Nurmamat muallimning bu bosqichimizga qadam qo'ygan 3 o'quvchisi Aynur, Ayzo'kra, Hasanjon. Aldı bilan tabriklaymiz. Keyingi natijamizdan qanday bo'lishidan qat'iy nazar mush bosqichga qadam qo'yganimizning o'zlam meningcha biz uchun bir shon sharaf deb o'ylayman. Nurmamat muallim, qani hamda shu 3 o'quvchingizga bir temani belgilab bersiz. 90 sekund berilgan vaqt har bir o'quvchingizga shu temani cho'rdigan ayfalasida ifodalash ilib bordi. Qanday ifodalash, qaysi xil shaklni tanlash mayirlarning ilkida. Hozir jamiyatga hammadan bir narsa qiziqdi. Nima qiziqdi bo'lsa, muvaffaqiyat qozonish deydigan mush gap intayin qiziqdi. Endi bu sizlarningki mush muvaffaqiyat qozonish deydigan bo'lgan o'lchiminglar zodi nima? Bir yaxshi tem bo'ldi ya. Aynurdan boshlaymiz. Qani, marhamat. Birinchidan men o'zimni misol qilib o'tgan vaqtda muvaffaqiyat qozonishni men bek cho'ng yerga eslashib olmayman-ku. Avval men shu o'zimni o'zim mayli shu xizmat jihati bo'lsin, mayli oila jihati bo'lsin, mayli ota-onam qiz jihati bo'lsin, avval bir kichik talabni o'tirib qo'yib olib, undan keyin men shu talabga yetib bo'lgandan keyin men bir muvaffaqiyat qozondim deb o'ylab olib, undan keyin ikkinchi muvaffaqiyat qozonish yo'limni o'ylanib belgilayman demoqchi. Ya'ni bir planni o'ylash ekansizda, mush planingiz amalga oshganda bir muvaffaqiyatga erishdim deb o'ylaysiz. Undan keyin bu muvaffaqiyatga erishib bo'lgandan keyin yana bir planni o'tirib qo'yasiz, to'g'rimi? Yana vaqt bor. Aynur, sizning nazaringizda qanday qilganda muvaffaqiyat qozongan bo'lamiz? Qanday bir kishi muvaffaqiyat qozongan kishi bo'ldi? Hech qisi yo'q, yana vaqt bor Aynur. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Ha? Vaqt to'shdi Aynur. Lekin shunchalik yaxshi so'zlab berdingiz hamda har bir planni, chunki bizning ko'nglimizga pukkan har bir planni o'rinlay olishimizning o'zi bir muvaffaqiyatda. Ayzo'kra. Mening nazarimki muvaffaqiyat qozonish bo'lsa, eng avval o'ziga ishonish. Odam o'ziga ishonganda, anondan keyin muvaffaqiyat qozonish yo'li qadam qo'ya oladi deb o'ylayman. Şu avval men muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsam, birinchi bo'lib mening qildig'im bo'lsa, o'zimga shartsiz ishonish. O'zim shuni qilma deydigan, men chuqur qilish nishoniga yetish uchun to'xtamay tirishish. Men tirishgandilar, anonga o'zimga bo'lgan ishonchimni oshira olgandilar, anonga men muvaffaqiyat qozonib chiqa olmayman deb o'ylayman. Yana vaqt bor davomli. Shunga muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgan har qanday odamda eng avval bo'lishga tegishligi, yana ta'kidlaydiganim o'ziga shartsiz ishonish. Ishonishning vaqt bor, ha. Chuqur o'ziga ishonib, to'xtamay tirishgandilar o'zining nishoniga yetib, shu muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgan shu bosqichga, shu halqiliq birinchi bo'lish musobaning chekiga yetish. Muvaffaqiyatga qozonishninki o'lchimi bo'lsa, bo'lganda to'xtamay izlanish ham o'rganish. İşiniş degan mençe bo'lganda cho'qim o birinchi bo'lishi tegishli kerak. Ammo lekin muvaffaqiyat qozonish jarayonida biz nurg'unlagan shu izlanish o'zimizniki nemishga bo'lgan xosligi ham shu o'rganish jarayonini men bek muhim o'rinda ko'raman. Ishonch desak, bir adam bir ishni qilish burun eng oldi bilan cho'qim o'ziga ishonish kerak. O'ziga ishongan ahvol ostida u o'rganish kerak. Shu qadamni oldiga olgan vaqtda bu amaliyotda o'zining dunyoda bu muvaffaqiyatga qozondi. Bu tunji qadami. Anondan keyin davomli yana atrofdagi ustozlardan bilim olib, o'rganib, o'zining qobiliyatini texnik yaxshi joriy qildigan vaqtda bu muvaffaqiyatga qozonish bosqichiga texmo yiqilishidir. Shunlashqa mening muvaffaqiyatga qozonishga bo'lgan o'lchimim shunday o'lchamlar. Nurmamat ustozga bu uchaylarning ifodasi yaratayotganmidi? Qaysi ishki mayirini tanlaydigandi? Qani. Oldi bilan Aynur bayatdan bir dedi, bir muvaffaqiyat qozonish uchun oldi bilan bir kichik nishon tiklayman dedi. Nishonga yetib bo'lgandan keyin yana bir nishonni tiklayman dedi. To'g'ri, futuq qozonishdagi negiz nima bo'lsa, nishon tiklash. Nishon tiklash iqtidorning nechasi muhim. Nurg'un odam iqtidorini muhim dedi. Yo'q, nishon tiklash undan muhim. Demak, Aynur mush nuqtani yarqin ifodalab beraldi.
nişan tiklash, kichik bo'lgan nişan tiklash. Shuni qarab mengish. Andan Ayzuhra bir negizlik nima deb aytdi. Nima desa, boshdan oxir bir narsada o'ziga ishonish deb. Rost fiqh qazishdan negiz nima bo'lsanglar, o'ziga ishonish. Odatda o'ziga ishonishda 0 bilan 100 ni o'tirsa desak, o'ttirliq sans bir yo'q. 80% o'zimga ishonaman, 90% o'zimga ishonaman deydigan. Faqat 0 yoki 100 dan bor. O'ziga ishonadi yo o'ziga ishonmaydi. Ikkilam narsa mavjud. O'ttirliqda hech qanday sans bir yo'q. Demak, Ayzuhra bir negizini deb aytdi. Hem de Hasancan'a desek, Hasancan bayatın bir gapni ta'kidlab o'tdi, xoslik deb. Bu xoslikmi intayin muhim nuqta. Xoslikni eng yuqori holatda namoyon qilish. Endi bu uchaylarniki ham amal yo'q. Biraylan qaytadi. Bu o'yinninki qoidasi. To'g'ri. Endi buning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar hamma ish yaxshi ish. Chunki yiqilganda netga qo'palaymiz. Qayt yiqilganda netga dastur olaymiz. Demek hayat yüz belge işlerden hemmisi güzel işler. En ahırki karar. Üç yanlarındaki universal, şu iktidarınla universal, şu bilim kurulmanla karab durup ben hüküm çıkaray. Hani merhamet. Nimda tez. Pek tez. Biz tekimi tez. Ben kayıp kaladigan şikayelerini deyeceğim ha. Kayıp kaladigan şikayelerini deysiz ha? Aynurullah Hasancan. Aynur bilan Hasancan mübarek bo'lsin. Yani bizning 8 kişilik mayirimizdan qatardan o'rin oldinglar. Davomli tirishinglar. Hal qilg'ish musobaqamizda ifodalar texmi yaxshi bo'lsin. Bulamdi tirishinglar. Chempion bo'lishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Qiri. Hamda tanlanish, shallanish degan bunday sahnalarda ko'p uchraydigan valla. Men bu shallanib qolganimga, men shallanib ketdim deb pek iliq mayuslanib, bu ko'ngilni yerim qilgandek ish emas. Mening bu yerga bir chiqib turalganimning o'zi mushinchilik bir bosqichga kelanligimning o'zimi mening o'zimga bo'lgan ishonchim deb o'ylayman. To'g'ri. Endi ish vaqasi yo'q, turmushda shunday ishlar bo'lib turdi. Bundan keyin texnik tirishsam, men texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltira olaman deb o'ylayman. Ayzuhra o'zingiz degandek muvaffaqiyat qozonishning tunji qadam bo'lsa o'ziga ishonish. Siz o'zingizga ishonganligingiz uchun darajadan tashqari tor cho'lponlar programmamizga qatnashdingiz. Menimcha mush qatnashning o'zimi bir natija, bir g'alaba, bir muvaffaqiyat deb o'ylaymiz. Bundan keyin siz uchraydigan sahna texmi katta, texmi cho'ng. Sizga zo'r madadlarni tilaymiz. Har vaqt sizni qo'llaymiz. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Xayr xo'sh. Xinjiangdagi har millat xonim qizlarimizning olqishiga